Albatta, qonli sahnalar va shafqatsiz o'lim bo'yicha Naruto animesini Helsing hamda elf qo'shig'i bilan taqqoslab bo'lmaydi. Ammo ninjalar olamida ham o'z shafqatsizligi va vahshiyligi bilan bizni lol qoldiradigan o'lim sahnalari ham mavjud. Va bugun aynan shunday o'lim sahnalari haqida sizlar bilan gaplashamiz. 7-o'rin Shisui. Bizning ro'yxatdagi qolgan qahramonlarga qaraganda Shisui osonroq o'lim topdi desak ham bo'ladi. Ammo o'layotgan paytida Shisui ko'r bo'lib o'lgan desak ham bo'laveradi. Danzo Shimura Shisuining bir ko'zini yulib oladi. Bu esa juda ham og'riqli holat. Shundan so'ng esa Shisui nima qiladi? Ikkinchi ko'zini shaxsan o'zi yulib oladi. Va ko'pchilik hozir menga qo'ysangchi, aynan shu sahnada uning qayeridir og'riganga o'xshamaydi-ku. Ana hatto kulib ham turibdi deyishi mumkin. Lekin ko'pchiligimiz bilamizki, shinobilarga og'riqni ko'rsatish va o'z emotsiyalari ya'ni his-tuyg'ularini boshqa birovga ko'rsatish taqiqlangan va shunday o'rgatilgan. Va buni ustiga Shisui o'zini balandlikdan ariqdek keladigan suvga tashlagan. 6-o'rin Konan. Juda ham og'ir kechgan jangdan so'ng charchagan va toliqqan Konan Obitoni tirik qoladi deb o'ylamagandi. Niqobdagi odam, ya'ni Obito, Konanga turba, ya'ni temir tiqib oladi. Va bu Naruto olamida unchalik ham og'riqli emas. Haqiqiy vahshiylik aynan shu holatdan so'ng boshlanadi. Ya'ni Obito Konanni shaxsan o'z qo'llari bilan shafqatsiz va vahshiylarcha bo'g'ib o'ldiradi. Bu sahnani ko'rgan odamning albatta Konanga rahmi keladi. 5-o'rin Kaiza. Garov o'ynayman, siz bu qahramonni eslay olmaysiz va to'g'ri ham qilasiz, chunki bunday shafqatsiz o'limdan so'ng tushga nimalar kirmaydi deysiz. Kaiza to'lqinlar mamlakatidan dovyurak baliqchi bo'lgan va u Gato ismli mafioziga qarshi chiqqan. Bunday betga choparlik va dovyuraklikka chiday olmagan mafiozi boshlig'i Gato bechora baliqchining ikkala qo'lini ham uzib oladi hamda uni olomon va boqib olgan o'g'lining ko'z oldida shafqatsizlarcha o'ldiradi. Albatta, animeda uning qo'llarini shunchaki ko'k rangda chizib ko'rsatishgan bo'lsa-da, lekin aslini olganda bu juda ham shafqatsiz o'lim. 4-o'rin Kisame. Akula ko'rinishidagi qilichboz o'zining so'nggi jangini yutqazdi va tuzoqqa tushganini anglab yetdi va aynan shundan so'ng, shu lahzadan so'ng biz Kisamening aslida qanday inson ekanligini bilib oldik. Avvaliga Kisame sheriklari haqida hech qanday ma'lumot bermaslik uchun o'z tilini tishlab oladi va shundan so'ng esa Kisame o'zini suvli shar ichiga zindonband etadi va aynan shu suvli shar ichida Kisame 3 ta akulani chaqirib o'zini ularga yem qiladi. Ya'ni o'zining joniga o'z texnikasi va o'z akulalari yordamida qasd qiladi. Lekin bu o'lim keyingi top uchlik oldida hech narsa emas. 3-o'rin Minato va Kushina. Top uchligimizni Minato va Kushinaning shafqatsiz o'limi ochib beradi. Kushina yaqindagina farzandli bo'ldi va ichidagi Kuramadan ozod bo'ldi. Minato esa o'z ruhini o'limlar ilohiga alishib yubordi. Ikkisining ham o'lishiga oz vaqt qolgan, lekin yakuniy nuqtani Kuramaning tirnog'i qo'ydi. Va bu sizga Obito qachonlardir Konanga tiqib olgan temir emas. Siz shunchaki Kuramaning tirnoq hajmiga bir qarang, naqadar ulkan. Oddiy inson bunday ulkan jarohatlardan so'ng allaqachon halok bo'lgan bo'lardi, lekin bizning qizil Kabanera yoki Kanohaning sariq chaqmog'i emas. Minato va Kushina Narutoni himoya qilib olayotgan paytda 24-25 yoshlar atrofida edi. 2-o'rin Ustoz Jiraiya. Barchamiz Jiraiyaning to'puchlikda bo'lishini bilganmiz. Jiraiya juda ham og'ir kechgan jangda charchagan va holsizlangan edi. Bir qo'lidan ayrilgan, orqasiga, ya'ni beliga 5 ta temir kirgan edi. Uni ustiga yetmaganidek uni bomba orqali portlatib, uni suvning tagiga tushirib yuborishgan edi. Va shu holda ham yengilmas Jiraiya hali ham tirik edi. U suvning tagiga g'arq bo'lar ekan. Barcha og'riqlarni his qilgan holda qilgan harakatlarim to'g'rimi yoki noto'g'ri deb analiz qilib yotar edi. Va nihoyat 1-o'rin Hidan. Oldinlari ko'pchilik aytar edi, it bo'lib yashasang, itdek o'lim topasan va aynan bu ibora Hidanga taalluqli desak ham bo'ladi. Jashin yo'lining yetakchisi, yosh strateg Shikamaru Naraning tuzog'iga tushganidan so'ng unga berilgan o'lmaslik, ya'ni boqiylik sovg'adan la'natga aylandi desak ham bo'ladi. Shikamaru Hidanni qog'oz bombalarga o'rab olib, uni mingta bo'laklarga bo'lib portlatib yubordi. Oddiy inson bunday tana jarohatlaridan so'ng birdaniga vafot etgan, halok bo'lgan bo'lardi, lekin bizning o'lmas do'stimiz
Hidan emas. So'ngra Hidanning ustiga yuzlab toshlar tushib, uni ezib qo'ydi va Hidan yer ostida tirik holda qolib ketdi. Ko'pchilik mish-mish va teoriyalarga qaraganda, Hidan yana bir necha yil mobaynida yer tagida suvsiz, ovqatsiz va kislorodsiz yashagan va shundan so'nggina vafot etgan. Ya'ni Hidan tanasi qurib va Hidan Jashin ilohi uchun qurbonlik keltirmagani uchun uning o'limsizlik jutsusi texnikasi foyda bermagan, ya'ni ishlamagan va shu orqali Hidan vafot etgan. Va shu bilan bugungi videoga yakun yasaymiz. Xayr, sog' bo'ling.